Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va yurtdoshlarimiz. 2026 yil 14-yanvar haftaning 3-kuni Xorazm Pitnak bozorindamiz. Shuningdek chaqaloqlarimiz ham kelibdi. Har xil razbillari bor ekan. Bir yandan narxlarni aytib o'tavering siz baholarni. Mana bu salib qaroqlari 450 ming so'm kelishib beramiz. Qalinlari bor 750 ming so'm. Razmerdan 750. Telefon nomer 94 dan 231 04 01. 3-gün bilan bozagim Pitnak bozordamiz. Günlar o'sharda mechta oldinda turamiz. Hazars bozordan chiqamiz. Bular ham bir baholarni aytib o'tsang. Emas, ichmaklar 220 dan, bular ham İçmekle 220 dan gelişiladi ekan. Razmerdan muammo yo'q. Bular nega bular? Birinchida. Bular 450 ming so'm. 450 ming so'm tutmoqmi? Telefonlashib, faollashib kelaverasizlar. 3-kun bozorga Pitnak bozoridan chiqadi ekanlar. Savdolarni bersin.